uch ko'zli narsa to'g'risida jon chiyardi. Bu narsaning uchta ko'zi, bitta boshi bor. Boshi oqil, ko'zlarining zo'r qarashi bor. Qarab tursang ko'z qisadi qizil va sariq. So'ngra bizga yashil ko'zla boqadi aniq. Galma-galdan boqar bizga, biri yur deydi, ikkinchisi yana jindek kutib tur deydi. Uchinchisi to'xta deya beradi buyruq. Yurishingga sening uchun hozircha yo'l yo'q. Odam emas, tramvaymi yoki bo'lsang ot, unday bo'lsa o'tavergin, mayli marhamat. Birinchi ko'z so'ndi, ikkinchi ko'z so'ndi. Oxirida mana endi uchinchi ko'z yondi. Yashil chiroq yonganida o'chdi ulovlar. Uch ko'zlini svetofor deydi birovlar.